Studios jamoasining kuzatuvchilari, mana bugungi xonadonimizni boshladik. Xudo xolasa, ishxona uyimiz boshladik. Xudo xolasa, bu katta zalimiz. Mana bugun ishxona uyimizni tugatdik. Xudo xolasa soatimiz 12:30. Katyol turishi 2:2, datchiklari, dimoqodlari, tanchli-machulari, gazlaridan xudo xolasa ulab berdik, chiroyli qilib yoqib qo'yganmiz. Isyapti, gradusimiz 60 gradusga chiqdi. Mana kirishimizda oshxona, to'rtalik registra, oynaning tagiga kichikroq qo'yib berdik. Oshxona kichkina, ham kosmetasi bor hisobiga. Bu yerdan keyin xonaga o'tyapmiz. Bu yerda ikki tomonda eshik bo'lgani hisobiga registrni bu yerga qo'yib, shoklari oldinga qarab turadi, hammasi. Xudo xolasa bir narsa bo'ladigan bo'lsa, oldi ochib ko'rinib turish uchun. Bu yerda uchinchi xonamiz. Bu yerda xuddi shuni olib kelib, oynaning tagiga chiroyli registrni qo'yib berdik. Bitta ko'rishingiz mumkin. Shoklari oldiga qaragan, havo chiqarishlari bilan chiroyli qo'yib berdik. Kuzatishda davom etdingizlar. Подписка bo'lmagan, подписка bosib qo'yasizlar.